Xo'p, ikkinchi uyimizni xuddi shu xonadon Beruniy. Xonobod Beruniy mahallada. Xo'p, 204 sotuv. Tak, zelyoniy zonasini ko'rdinglar, mashina bemalol sig'adigan joy. Birinchi etajda 2 ta xona bor, ikkinchi etajda 4 ta xona bor. Kiraverishimiz bilan o'ng qo'lda bitta mehmonxonamiz bor. Xonalar seroq xullas. Bu mana kuxnyasi. Okamiz proyekt, lekin gap so'zi yo'q. Zo'r qilibdilar. Bu sanuzel. Ichkarida bitta xonasi bor. Uyimiz 100% yo'qli pol, ikkinchi etajga chiqamiz. Ikkinchi etaj chiqib olgan bo'lsa, bu hol, kiraverishimiz bilan o'ng qo'lda bitta xonasi bor. Va sanuzel. Xonalar katta-katta, bu yerda yana bitta xonasi bor. Ikkinchi etajdagi ikkinchi xona. Uchinchi xonamiz yana bitta xonasi. Bu xonalar ham rostmana katta-katta garderob qilingan xolasanglar va ichkarida sanuzel bor. Va ko'rib turganinglardek mehmonxonaga kirganmiz. Mehmonxona ham juda katta, tashqarida visachi balkoni bor. Bemalol toza havoda chiqib aylanib kelsanglar bo'ladi. O'tirib xullas okalar bu uyimiz ham narxi 204 sotuv, 6 ta xonadan iborat 2 etajli uy. Narxi keladigan bo'lsa $190 ming, ipotekaga ham to'g'ri keladi. Bizani kuzatinglar, sizlar bilan uch bolalar salomat bo'linglar.